xohlasa bu yog'iga ishni boshlaymiz. Doğru. Ancha bilimlarni oldik, nasib komandani yo'qotmagan holda birga komanda bo'lib ishlamoqchimiz kursdoshlar bilan. Nasib. Endi bu videolarda nasib bir rezultatni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Nasib inshaalloh. Xudo xolasa. Nima deb o'ylaysiz? 15 kun kam bo'ladi deb o'yladingizmi boshida? 15 kunda men to'g'risi boshlang'ich bilim bo'ladi deb o'yladim. Prosta akkaunt ochish bo'ladi-ku, masalan, boshqa narsalar. Oddiy narsalar deb o'yladim. Men o'ylagan narsamni o'sha birinchi kunda tugatib qo'ydik-da. Men o'yladim, o'sha akkaunt ochish, boshqa kashlovlar bo'yicha ishlash, birjalar bo'yicha ishlash, u narsalarni o'sha birinchi kunda tugatdik. Endi 15 kunda yaxshi narsa o'rgandik. Juda ko'p narsa o'rgandik. Bu tugadi deb o'yladingizmi birinchi kuni? Birinchi kun men o'ylagan